bir kasb halol izlab yuradigan yigit bor ekan. Ma'ruzamiz yanada qiziq bo'lishi uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan bittasi shu. Da'vat qilayotganlarda bir qissani aytib qo'yar ekanlar. U yigit bir boy insonni qo'yini boqar ekan. Kasb shu. Kelishilgan 5 dirham. 5 dirham evaziga qo'yini boqib berar ekan. Bir qancha muddat boqibdi. Qo'ylari soni ko'payibdi. Kunlar kelib, haligi qo'y egasi boy aytibdiki, tezda qo'ylarimni sot, pulni jamla. Men shaharga tushishim kerak, boshqa bir ish qilaman. Haligi podachi qo'ylarni sotib, yaxshi pulga sotib, egasiga topshiribdi. Mana shuncha qo'ydi, shunchaga sotdim, mana puli desa, haligi boy inson haligi to'plangan puldan bir bo'lagini, mana bu senga, rahmat, baraka top, taqvoli yigit ekansan, halol kasbli inson ekansan, sani deb qo'ylarimga baraka kirib ketdi. Yaxshi bir foyda qildim. Bu mendan senga evaz. Men endi sen bilan ko'rishmayman deb bersa, haligi yigit aytibdiki, uzr, men sizni pulingizni ola olmayman debdi. Nega ola olmaysan desa, chunki siz bilan biz 5 dirhamga kelishganmiz. 5 dirhamni berdingiz haqqimni. Bundan ortig'i menga halol emas endi. Shunda birdan haligi boy inson qotib qoptida, qo'lini ochib duo qilib, "Ya Rob, buni topgan 5 dirhamiga barakot ber. Halol kasb deb mana bergan narsamni olmadi" deb duo qilib ketibdi. Endi yigit yana yashash kerak, yana kasb qilish kerak. Boshqa bir ovulga, qishloqqa boribdi. Qarasa, bir bashang kiyingan, chiroyli, qimmat kiyim kiygan insonni, tijoratchini atrofida ko'p odamlar yig'ilib turgan ekan. Hali yigit boribdi-da, odamlardan so'rabdi, "Kim bu odam?" desa, bu halol tijoratchi. İnsanlar bilan sherikchilikka ish qiladi. İnsanlardan pul oladi, borib tijorat qilib, insonlarga aytgan narsasini olib kelib beradi. Hamma ishonadi. Shunaqa bir solih inson deb tavsiflashibdi. Hali yigit birpas o'ylab turib, hamma ketgandan keyin boyi oldiga borib, aytibdiki tijoratchiga, "Meni 5 dirham pulim bor. Arzimagan pul endi 5 dirham. Shu 5 dirhamim iltimos, sheriklik deb qabul qiling deb, mana shu pulimni evaziga tijorat qiling, foydasiga menga bir manfaatli narsa olib kelib bering." Endi u odam 5 dirham u uchun hech narsa emas. Lekin qarasa yuzidan pok, halol, Xudodan qo'rqadigan bir yigit ekan. Xo'p debdi-da, haligini 5 dirham pulini oldi. Tijorat bilan safarga chiqib, tijorat qilibdi. İnsonlardan olgan sherikchilik pullariga ular so'ragan narsalarni olibdi. Qarasa kissasida hali yigiti 5 dirham puli qolgan endi. Shu bilan yo'lda ketayotsa, bir semiz kaklikni ushab turgan bir odam sotaman deb turgan ekan. Keyin endi shu quruq bo'lmasin, shunga shu kaklikni olib borib beraman. Tijorat bo'lmadi endi deb 5 dirhamga hali kaklikni sotib olibdi. Kaklik nihoyatda semiz ekan. Ko'p don yegandan don yetkazib bera olmayapman deb egasi sotib otgan ekan. Hali kaklikni olib ushab qishloqdan chiqib boshqa qishloqqa kirsa, odamlar jamlanib turgan ekan. Qarasa tijoratchining qo'lida kaklik bor. Shartda borib ushashdida aytishibdiki, "Shu kakligingni sotasanmi?" debdi. "Nima qilasizlar bu kaklikni?" desa, "Bizda nihoyatda sichqon ko'payib ketdi. Biz hatto shu kakligingning og'irligicha tilla berishga rozimiz. O'zimizga ham, dunyomizga ham, ekinlarimizga ham zarar beryapti. Zora shularni ko'rsa-yu, sichqonlar kamaysa, yo'q bo'lsa" desa, haligi inson o'ylab qopti. "Xo'p, nima berasizlar evaziga?" "Qancha chiqsa shuncha tilla beramiz. Bizda tilla ko'p." Kaklikni qo'yib, vaznicha tilla berishdi. Endi u tijoratga pulini ko'paytirib kelaman degan u. Keyin kelibdi o'z yurtiga, kelsa hammasiga berib, qarasa haligi faqir yigit kutib turibdi. "Kel" debdi-da, quchoqlab bag'riga bosib, "Sen haqiqatda halol pok inson ekansan. Alloh taolo sening 5 dirhamingni 5 kilo tillaga almashtirdi. Qanday qilib? Sen uchun bir kaklik oldim. Yo'ldan chiqib kakligingni 5 kilo tillaga alishtirishdi. Mana bu seni haqqingda 5 kilo tilla bergan ekan." Qarang, azizlar, halollik, kasbda halollik, haromdan uzoq bo'lishlik tijoratimizga baraka bersa beradiki, ziyon bermaydi. Yo moddiy oshishi mumkin, yoki ma'naviy oshishi mumkin. Baribir halol bo'lgan inson yutqizmaydi, xorizor bo'lmaydi. Harom bo'lgan insonni bugun rizqida e'tiborsiz bo'lib, haromdan ko'paytirayotgan inson dunyosi ko'payib ketayotgan bo'lishi mumkin. Uyi ko'payib ketayotgan bo'lishi mumkin, mashinasi ko'payib ketayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bir kun albatta u birovning haqqi bo'lgani uchun xalqimizning tilida aytganda teshib chiqadi.